3 xona kvartirani puliga 1.2 sotixli 5 ta xonali kottejimizni ko'rib chiqamiz. Tayyor patkulich holatda topshiriladi. E'tibor berasizlar, patkulich holatda topshiriladi. Bu darvozaxonamizdan bemalol mashina kiradi. Kirishimiz bilan bu yerda birinchi xonamizda bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va koridor yon tomonida zal sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Xonadonimiz skvazyon holatda, tashqari qaragan oynalari bor. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Birinchi qavatimiz uchun sanuzel qismimiz va uni yonginasida oshxonamiz, birinchi qavatda oshxonamizdan tashqari qaragan oynalari bor. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavat chiqishimiz bilan shunda xonalar ketma-ketligi boshlanadi. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin katta, yaxshi o'lchamda ota-onalar yotoq xonasi va uni yonginasida zal qismimizda, zali ham razmeri kattagina, tashqariga qaragan chiroylikkina romli qo'yib beriladi va ikkinchi qavatimiz uchun bu tomonda sanuzel qismimiz, uni yonginasida ikkinchi qavat uchun yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Akalar, xonadonimiz 1.2 sotixga 150 kvadratdan iborat bo'ladi. 1 oy davomida topshiriladi. Ya'ni har bir kvadrati 663 dollardan. Quruvchimizni 100 ming so'raganida sizlar uchun kelishib, tortishib 95 mingga, naq 95 mingga kelishtirib qo'ydik. Joylashgan joyi keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan bo'ladi. Metro shunda yonimizda, bemalol shahar Liboy burchiga yetib olasiz. Kvartirangizni sotishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, например, bir xillar bor, kvartirani sotishga cho'chib turganlar bor. Bemalol aytsangiz bo'ladi, o'zimiz yordamlashamiz kvartirani sotganga. Mana naqd uy. Bemalol o'g'lini uylantirmoqchi bo'lganlarga, misol kvartira 2 xona, 3 xonali kvartirasi qayerga kelin olaman deganlar uchun bu zo'r variant. Kelasiz, bemalol keliningizga zal berasiz, spalni berasiz, o'zingiz ota-onaga va singillar bo'lsa, singillarga ham jor yetarli darajada bo'ladi. Narxi 95 ming. Qiziqlar bo'lsa, nomer qoldiraman. Telefon qo'yasizlar. Buni duplex varianti ham bor. Ya'ni yonimizda 130 minglik varianti bor va 150 minglik varianti bor. Tabizga qarab, pulingizga qarab kelishib olsangiz ham bo'laveradi. Ulgurib qolinglar, hozirdan kelib turib zaklab beradigan bo'lsangiz, tayyor kottej.